Keyingi yillarda bosqichma-bosqich bozor munosabatlariga o'tish va iqtisodiyotni liberallashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar va chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, iqtisodiyotning turli sektorlari, shu jumladan davlat xaridlari tizimida ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Tovar-xom ashyosi birjasi aksionerlik jamiyati Jizzax filiali tomonidan tashkil etilgan tadbirda shu haqda so'z bordi. So'nggi yillarda mamlakatimizda davlat xaridlari sohasiga katta e'tibor qaratilib, unda korrupsion holatlarning oldini olish, sharoit yaratib beradigan omillarni bartaraf qilish yuzasidan bir qator samarali islohotlar olib borildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi tovar-xom ashyo birjasida ham davlat xaridlari sohasida elektron savdo platformasi ishga tushirilib, ushbu savdo platformasida davlat va korporativ buyurtmachilar o'z xaridlarini amalga oshirib kelmoqda. Natijada joriy yilning 31-oktyabr holatiga 890 mingdan ortiq jami 40 trillion so'mlik shartnomalar tuzildi. Bugungi yig'ilishimizning asosiy maqsad shu tadbirkorlik subyektlari, undan tashqari buyurtmachilarga davlat xaridlarida bo'layotgan o'zgarishlar to'g'risida tushunchalar berib borish hisoblanadi. Biza tadbirkorlik subyektlarini keng imkoniyat yaratib berish maqsadida sun'iy intellektni ishga tushirmoqdamiz. Sun'iy intellekt orqali bu bizaga joylashtirilayotgan ofertalarni xolisona baholash imkoniyati yanada takomillashadi. Texnik tartibga solish Milliy axborot agentligi O'zbekiston O'zekspertiza AJ dan sertifikatlarni litsenziya.go.uz elektron tizimidan sertifikat va litsenziyalar ma'lumotlarini avtomat yuklash imkoniyati yaratildi. Mazkur seminarimizning asosiy maqsad davlat xaridlari tizimimizning shaffofligini yanada oshirish va bo'layotgan yangiliklar bo'yicha tadbirkorlik subyektlari va byudjet buyurtmachilarini, korporativ buyurtmachilarni xabardor qilish hisoblanadi. Tadbir davomida savdo ishtirokchilariga qo'shimcha qulayliklar yaratish va davlat xaridlari sohasida mijozlarni jalb qilish maqsadida yangi xarid elektron davlat xaridlari mobil ilovasi ishga tushirilganini eslatib o'tildi.